Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lumki, so'nggi paytlarda gepatit kasalligi rivojlanib, tobora ko'payib bormoqda. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar qanday va uning yuqish yo'llari haqida bugun biz siz bilan G'ijduvon tuman Sog'liqni saqlash bo'limiga qarashli yuqumli kasalliklar bo'limi shifokori Sattorov Shuhrat Jabborovich bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Barchamizga ma'lumki, mana shu havo sovishi bilan gepatit kasalligi ko'payadi va uning bir nechta turlari bor. Bizga avvalo mana shu turlari haqida, ularning yuqish yo'llari va farqli jihatlari haqida ma'lumot bersangiz. E'tibor beradigan jihatimiz shundaki, virusli gepatitlarning ikki xil turlari mavjud. Birinchisi enteral gepatitlar va ikkinchisi parenteral gepatitlar. Enteral gepatitlarda kiradigan o'tkir virusli gepatit A kasalligi va o'tkir virusli gepatit G kasalligi bo'lib hisoblanadi. Parenteral gepatitlarga o'tkir virusli gepatit B kasalligi, o'tkir virusli gepatit C kasalligi va o'tkir virusli gepatit D kasalligi bo'lib hisoblanadi. Endi bularning farqi qanday? O'tkir virusli gepatit A va o'tkir virusli gepatit G lar yuqish yo'llari bilan enteral, ya'ni og'iz orqali ovqatlanganda, suv ichganda, qaynatilmagan suvni ichganda, mevalarni yuvmasdan yegan paytda virusli gepatit A virusi yuqadi organizmda. Gepatit B, C, D turlari bular asosiy parenteral gepatitlar bo'lib hisoblanadi. Asosan bularning yuqish yo'llari operatsiya jarayonlarida, tish davolash jarayonlarida va uchinchisi qon quyishlarda epidemiologik faktorlar buzilgan paytda o'tkir virusli gepatit B, C, D turlari yuqib qolishi mumkin. Bularning o'ziga xos jihatlari bir-biridan keskin farq qiladi. O'tkir virusli gepatit A ni yashirin davri mavjud. Yashirin davri bilan 15 kundan to 45 kungacha bo'lishi mumkin. O'rtacha 1 oygacha davom etadi bu yashirin davr. Yashirin davrida sariqlik kuzatilmaydi. Asosiy bu davrda prodromal davr kuzatiladi. Bu davrda demak ko'ngil aynishi, oshqozon sohasida og'riq, o'ng qovurg'a ostida og'riq, qorin damlanishi va asta-sekinlik bilan teri rangining sarg'ayishi bilan boshlanadi. Keyinchalik peshob rangining to'qlashishi, axlat rangining rangsizlanishi, ya'ni oqarishi vujudga keladi. Endi ko'ngil aynishi, ba'zi holatlarda ko'ngil aynishi mumkin, qusish alomatlari kuzatilishi mumkin, shamollash alomatlari deydi, chunki shamollash alomatlari ham bo'ladi gepatit A'da. Mana isitma bo'lishi mumkin, bosh og'riqi bo'lishi mumkin, harakat susayishi mumkin. Ko'pincha buni shamollash deb ko'pchilik uyda davolanadi. Gepatit A'da jigar kattalashadi, lekin gepatit B'da jigar kichrayadi. Asosiy farqiy belgilari shulardan iborat. Agar jigar kichraysa, biz bilamizki, jigarda o'tkir distrofiya alomatlari vujudga kelib, jigar komasigacha ro'y berishi mumkin. Gepatit A'ni oldini olishning bitta yo'li ularni asosiy emlash tadbirlarini o'tkazish kerak. Hozirgi paytda bolalar o'rtasida tarqalishining sababi ko'pchilik bolalarni emlash olmaganligi sifatida namoyon bo'ladi. Ayni mana shu gepatit bo'lgan davrda bemorni sanitar gigiyenik holatga rioya etish maqsadida alohida xonaga joylashtirish shartmi yoki yo'qmi? Alohidalash shart. Virusli gepatitlarning sariqsiz turlari bor. Endi ikki xil turi tafovut qilinadi. Sariqsiz turi tafovut qilinadi, sariqlik turi. Endi sariqlik turini hamma biladi, mana ko'zi sarg'ayadi, terisi sarg'ayadi. Sariqsiz turini hech kim bilmaydi uni. Hech qayeri sarg'aymagandan keyin aytadiki, "Ha, demak bu sarg'ayma emas ekan" deydi. Ayniqsa shu holatda ular xavfli bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sariqsiz davrida xavfli yuqish ehtimoli ularda ko'p bo'ladi. Sariqlik davrida o'zi yuqish ehtimoli kam bo'ladi. Shuhrat Jabborovich, sizga shu o'rinda yana bir savolim bor edi. Ayni mana shu gepatit kasalligiga chalingan bemorlar qanday ovqatlardan o'zlarini tiyishlari kerak va qanday taomlarni taomnomalariga kiritishlarini tavsiya etgan bo'lardingiz? O'tkir virusli gepatit A'larda biz tavsiya qiladigan parhez stolimiz 5-A stol bo'lib hisoblanadi. Asosiy mahsulotlar, meva-chevalarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Sok, kompotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Yog'lik, qovurilgan ovqatlar, dudlangan ovqatlar, shirinliklar va gazli ichimliklardan iste'mol qilishdan tiyilishlari kerak. Biz o'ylaymizki, albatta mana shu kasalliklardan yiroq bo'lish maqsadida ushbu suhbatimizdan o'zingizga xulosa chiqarasiz.